Xabaringiz bor, Chimbola jamoasi mashina sotuviga yana qaytdi, faqat yanada kuchliroq bo'lib, ancha yillardan beri o'z faoliyatini olib borayotgan, ishonchli bo'lgan HLB avtosaloni bilan hamkorlikda. Endi ko'pchilik bilishadi, bilmaganlar uchun esa HLB rahbari Husayn aka bu ma'lumotlarni sizlarga beradi. Husayn aka, avtosalonimiz bugungi kunda bozorda o'z o'rniga ega va kundan kunga kengayishda davom etayotgan kompaniyalardan biri hisoblanadi va kompaniyamizni kengaytirishda davom etgan holda hamkorlarimizni ham kundan kunga ko'paytirib kelmoqdamiz. Bu safar jamoamizning yangi a'zosi, o'sha hammangiz bilgan Chimbola profili asoschisi Soyibjon, jamoamizga xush kelibsiz. Rahmat aka. Bizni kuzatayotganlar yaxshi bilishadi. Biz oxirgi 1 yil davomida o'z ish jarayonlarimiz, faoliyatimizni, mijozlarimiz bilan muntazam bo'lishib kelamiz. Lekin asosan shu yerdagi, ya'ni O'zbekistondagi ish jarayonlar bilan bo'lishib kelganmiz. Lekin bizning asosiy ish faoliyatimiz Xitoy davlatida bo'ladi. Afsuski, u jarayonlarni biz aziz mijozlarimiz bilan bo'lishib kela olmagandik. Bundan buyog'iga o'sha hammangiz bilgan Chimbola bilan birgalikda bizni Xitoydagi ish faoliyatlarimiz va eng oxirgi yangiliklar va umuman Xitoy avtomobillari bo'yicha eng qaynoq kontentlarni kuzatib borishingiz mumkin. Kuzatishda davom eting, eng qiziqarlilari hali oldinda. Hamkorlik uchun yana bir bor kattagan rahmat aka. Xudo xolasa kutib turinglar. Nasib HLB Motorsning qulayliklari va ustunliklari haqida to'liq video ma'lumotlarda yana chiqazamiz. Narxlarni esa doimgidek bizga qo'yib bering. Hammaga rahmat do'stlar.